Videolarimizni boshladik. Mana tomlarga pena quyish apparatimiz tayyor holatda. Hozir Akmaljon o'zlari mutaxassis yaxshilab tushuntirib, o'zlari yoritib beradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, siz? Rahmat. Akmaljon charchamayapsizmi? Rahmat. Yana yangi yillar davom ettiramiz, ha? Yangi yillar olasa. Bu tomga pena lombas quyish nimasi? Apparati. Apparat. Buni endi biz persepli variantini qilganmiz, mashinaga ulab bemalol yuraverasiz. Bu endi 3 fazaga ishlaydigan apparatimiz. Hozir ichkarida ham 220 ga ishlaydigan apparatimiz bor. Bu kattalik hisobiga, 1 kubalik hisobiga 3 faza qilganmiz. Bu apparatimiz kimgadir o'sha xizmat kerak bo'lsa, borib tomga ham quyib beraveradi, apparat kerak bo'lsa yasab beraveradi. Buni endi 220 variantini ham qilib beraveramiz. Ichkarida bor kichkina apparatimiz bor. Bunga kuchi yetmayapti 220 apparat motorimiz. Shunga 3 faza qilingan. Bunda quysak barakaliroq. 1 kuba tayyorlaydi bir masalan. Bitta tayyorlaganda 1 kuba tayyorlanadi, ko'proq joyga yetadi. O'zimiz bor mashinamiz bor, o'shanga ular borib quyib berilaveradi. Kecha bo'lsa borib quyib berilaveradi. O'zbekiston bo'ylab quyib berilaveradi. Akmaljon, buni narxlari qanaqa, sotilishi va quyilishi? Buni xuddi mana shunaqa persepli variantini 40 millionga общий komplekt, kompressor, pena apparati, shlenkasi, mashq holatda tayyorlab beramiz. 3 faza bo'ladi. 40 millionga qilib beramiz. 40 millionga. 40 million mana shu persepli varianti bo'ladi. Telefon aloqaga chiqishsa, asal yo'lida ham qilinadimi? Xolasa yo'lida chiroyli qilib beramiz. Hozir bu 3 fazaga ishlaydigan apparatimiz 1 kubaga yetadi. 1 kubaga yetadi. Endi hozir ichkarini ko'ramiz. 220 ga ishlaydigan, buni yarim kubalik. Bu yarim kubalik pena quyish apparatimiz, ha? Yarim kubalik pena quyish apparati. Tashqarida 1 kubaligida bu yarim kubalik, bu 220 ga ishlaydi. O'zimiz quyib yurgan apparat. Bunda qaytadi 3 faza bo'lsa, unda boryapmiz. Qaytadi 220 bo'lsa, bunda boryapmiz. Bu tokka qarab, ha? Tokka qarab. Bu o'sha ishlatib yurgan apparatlar. Ishlatib yurgan apparatimiz. Mana hamma yo'li komplekt qilingan. Mana pena apparati. Mana kompressorimiz bor, yangi kompressor. EPA kompressorimiz yangi. Shu komplektga qo'shib beriladi. 220 ga ishlaydigan apparatimiz. Bu narxi 25 million chiqadi buni. O'sha kompressor, pena apparati, mana bunisi. Keyin ana shlenkasi bor 20 metr. Bu persepdan tashqari shular 25 million chiqadi. Agar persepli variant bo'lsa, haligidan 40 million qilib beramiz. Xolasa yarim kubalik desa, xolasa 1 kubalik desa, o'sha 40 million ichida qilib beramiz o'sha narsani. 25 million ichida bu pena apparat, kompressor, bu yarim kubalikga 220 ga ishlaydigan varianti. Endi o'zida bitta labo bo'lsa ham olib yursa bo'laveradi. Yo bo'lmasa buni bitta persep bo'lsa, persepga o'rnatib olib yursa ham bo'laveradi. Sig'ar ekan bemalol. Damazga sig'adigan ham qilib beraveradi. Masalan, mana ular yechilsa, damazga ham sig'yapti. Hozir buni xonadonlarga borib quyish xizmat qancha bo'lyapti uni gapiraman. Nimaga tomga quyib berishi 5 dan 10 santimetrgacha 45 ming 50 ming bo'lyapti. 5 dan 10 santimetrgacha. Agar stejkalarni o'rniga quyiladigan bo'lsa 60 minggacha quyib berilyapti. 10 santimetr stejkani o'rniga ham quyilyapti, uylarning ichiga. Issiq bo'lish uchun quyilyapti, 60 ming qilib beryapti. Akmaljon, mana shu pena quyish tomlarga bir xilga odamlar aytayapti, loy bosganim yaxshi. Loy bosganim yaxshi. Misol uchun mana bu havo o'tkazmas ekan. Havo o'tkazmaydi, to'sin chiqib ketadi. Shunaqa gaplar bo'lyapti-da. O'shanga nima deysiz endi? Endi bu narsa masalan o'zimni uyimga quyganmiz. 2-3 yil oldin gipsli variantini quyganmiz. Qolganiga bundan quydik. Bunaqa terlash bo'lgani yo'q. Faqat terlashda salafan yozilsa terlaydi. Hozir o'zini aslida mana materiali chiqqan, havo o'tkazadi bu narsa. Faqat bu nimasan bo'ladi? Namlida nima ushab qolgan xolos, lekin havo o'tkazadi bu narsa. Dasturda pastga oqib ketmasligini ushab turadi xolos, lekin havo o'tkazadigan narsa. Salafan yozadigan bo'lsa, yo qora qog'oz yozadigan bo'lsa, unda havo o'tkazmay to'sinlar chiritish mumkin. Lekin korobka bunaqa material yozadigan bo'lsa, havo o'tkazadi men buni. Korobka yoki bundan qilish kerak, maslahatingiz. Endi buni masalan 45 ming, 50 ming ichida bu materiali, sementi, qumi hamma yo'g'i o'zimiz nimamizda. O'sha 40 ming, 50 ming, 45 ming, 50 ming ichida hamma. Bu tushunarli. Shu pulini bersa, u mahsuloti, xizmati sizlarda o'zlari kelib, bemalol quyib ketasizlar. Joyiga qarab 40 ming, 45 ming, 50 minggacha boradi. Masofasiga. Masofa. Tushunarli.